Assalomu alaykum, hurmatli inkubator ishqibozlari, guruhimiz a'zolari. Mana hozir 350 talik inkubatorimizni bedana tuxumiga moslashganini yetkazib beryapmiz. Bu inkubatorimizni ishlash funksiyalari juda ham yaxshi. Tuxum ochirish foizlari yuqori ko'rsatishli. Qo'shimcha o'zgarishlar kiritdik. Albatta eski versiyasida boshqacharoq, bu yangi versiyasida boshqacharoq bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mana suv idishlari ikkita. Qizitish mexanizmi orqasidan issiq havo aylanish tizimi bilan ishlaydi. Hozir qo'shib ko'rsatamiz. Mana ishlashi. Mana qizil sifrdagi albatta gradusi, yashil sifrdagi bu havo namligi. Ko'rib turganingizdek, hozir ichkarida suvni parlab beradigan ventilyator ishlayapti. Bu esa o'sha tarmoqdagi tok voltini ko'rsatyapti, 204 volt. Bunisi tashqi, ya'ni xonadagi havodagi gradus ko'rsatadi. Mana bu yerdan qo'shiladi. Qo'shilganda bu albatta 24 gradus ko'rsatyapti. Xona harorati 24 gradus. Mana shu tartibda ishlaydi ishlash mexanizmi. Mana bu qo'shimcha chiroq, ichkaridagi chiroq, lampochkasi yonib kiraverganda o'chiramiz. Bunisi albatta qo'zg'ash mexanizmi, motor. Mana motor ishlashini ko'rasiz hozir. Mana 45 gradusga o'zi borib kelaveradi. O'sha 45 gradusga kelib yetganda o'chadi. O'chdi. Har 2 soatda mana shu tarzda qo'zg'ab turadi. Albatta bir datchigi, issiqlik, ichkaridagi haroratni o'lchab beradigan datchik. Ko'rib turganingizdek 350 talik inkubatorimiz hozir bedana tuxumiga moslashganda bu 609 ta bedana tuxumiga mo'ljallab yasaldi, ya'ni 3 ta latoga bo'ladi. Tovuq tuxumiga hisoblaganda 350 ta. E'tiboringiz uchun rahmat.